Assalomu alaykum azizlar. Bugungi darsimizda oltmish varaqli, 70-80 varaqli hujjatlarimizni orqa-oldin qilib chiqarishni o'rgataman. Hozir bizda 65 varaqli Wordda tayyorlangan hujjatimiz bor. Hozir shuni orqa-oldin qilib chiqarish kerak ekan. Demak, bizning printerimiz faqat bir tarafini chiqaradi. Hammasini bir taraflama qilib chiqarib olgandan keyin printer sozlamalariga o'tib, keyin orqa betini chiqarishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun azizlar, faylga kiramiz. Mana pechat bo'limiga kiramiz. Mana pechat nastroykalari chiqdi. Mana bu stranitsa degan joyga faqat toq varaqlarni yozib chiqamiz. Bu yerdan oldin ana buni tanlaymiz. Mana bu 1,2 deb yozilgan. Shuni tanladik. Mana bu yerga endi stranitsa degan joyga hujjatlarimizning faqat toq varaqlarini yozib chiqarib olamiz. Ehtiyotkorlik bilan noto'g'ri yozmasdan, adashib ketmasdan yozish kerak. Bironta varaqqa yozib olsangiz ham bo'ladi sonlarini. Demak, birinchi toq sonlaridan boshlaymiz. 1,5,7,9 xato bo'lmasligi kerak. 11,13,15,17 xo'sh, 19,25,25,27,. Mana azizlar, 65 varaqli hujjatimizni faqat toq sonlarini yozib oldik. Endi buni pechatga beramiz. Demak, pechat beramiz azizlar.
printerimizdan chiqarib oldik. Buni aylantirmaymiz, hech narsa qilmaymiz. Shu turish olib mana shunday qo'yamiz. Printer ustiga qo'yamiz va bizning printerimiz oxirgi betni birinchi bo'lib chiqaradi. Shuning uchun ham mana bu birinchi betini eng tagga qo'yamiz. Oxirgi bo'lib birinchi betni oxirgi bo'lib chiqaradi. Shuning uchun mana bu birinchi betimizni bunday aylantiramiz. Mana bu birinchi betimiz. Demak, chappaligicha shunday qo'yamiz. Bu yerga 2 tushishi uchun. Demak, mana bu 3-chi varog'imiz. Buni ham mana shunday aylantirib, bu tarafiga 4 tushishi uchun qo'yamiz. Varog'larimizni hammasini shundayligicha aylantirib, oq listini yuzaga qilib joylashtiramiz. Mana shunday. Mana 65-varog'imiz yuzaga bo'ladi. Mana yuzaga qo'yamiz. Chunki birinchi bo'lib shu oxirgisini chiqaradi printerimiz va taxlaymiz va aylantirmasdan uni mana shundayligicha printerga solamiz. Va endi birinchi tog' sonlarini yozib chiqdik. Endi juft sonlarini printerimiz nastroykasiga kirib, juft sonlarni yozib olamiz. Faylga kiramiz va bu yerdan pechatni tanlaymiz. Mana qarang, 1, 3, 5, 7 tog' sonlarini yozib olgandik birinchi. Va bizning printerimiz birinchi bo'lib oxirgi betini chiqarish boshlaydi. Mana. Demak, buni o'chiramiz u juft sonlarini yozib chiqamiz endi. Juft sonlarni yozishni boshladik. 2 dan boshlaymiz. 2 virgul 4 virgul juft sonlarini, barcha varog'larni yozib oldik. Endi buni pechatga beramiz.
Azizlar, hujjatimizni orqa oldin qilib chiqarib oldik. Hozir endi buni to'g'irlab chiqamiz. Shunday olamiz. Mana bu birinchimiz, mana bu birinchi betimiz. Bu 2, bu yerga 3 tushgan. Ana 4, bu yerga 5 tushgan. Faqat xato qilib yozmasliklaringiz kerak. Mana 6, bu yerga 7 tushgan. Mana 8, bu yerda 9 tushgan. Xullas, shunday qilib hammasini taxlab chiqamiz. Betlarini. Mana 26, bu yeriga 27. Xo'sh, 28, bu yeriga 29. Shunday qilib taxlab chiqamiz. 30, 31, 33. Bularni taxlab oldik. Endi buni xato qilmaslik uchun birinchi tog' sonlarini yozib olamiz printer nastroykasiga, keyin juft sonlarini yozib olamiz. Printerga varaq solganimizda birinchi oxirgisidan boshlaydi va mana shu holatda mana birinchi beti yuziga bo'ladi. Demak, buni shunday olgancha mana bunday o'girib pastga qo'ydik hammasini. Bu joyi takka, bunisi esa oq varog'i ko'rsatib shundayligicha bunday aylantirib qo'ydik. Adashib ketmanglar azizlar. Adashib ketsangiz juda ham xato bo'ladi. Yana eslatib o'taman, birinchi tog' sonlarini yozib olamiz. Keyin mana shunday listimizni aylantirib mana bu tarafi oq bo'ladi. Shu holatda printerga bunday chappa bo'ladi bu. Biz hozir rostalab oldik. Chappa tarafini printerga qo'yamiz. Adashib ketmanglar azizlar. Bo'lmasa hammasi xato chiqadi. Videomiz foydali bo'ldi deb o'ylayman. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Sog' salomat bo'ling.